Benim ismim Ayberim, yurtum Turpan. Hazır Rusya'da yaşayman. Dadamның ismi Mehmet. Bana bu yak men dadam buldu. Apamның ismi Havahan. Bana bu resimdekisi benim apam. Kıyın inim Abdülkerim Can'la resim bulmalık için onu torba yollayamay kaldım. Geçirinizler. Bu 3 aylarının terbiyeleş belgini solanqanlıqqa 6 aydan açtım. Ular qachon chiqdi terbiyeleş lageridan hech kim bilmaydi. Sizlar aloqalarsam haftada bir qatordan 2 qatorgacha ota-onam bilan telefonda paramlashdi ekan. Boshqa fuqarolarimiz ota-onam bilan bevosita yuzturan ko'rishishga ruxsat ekan. Men hech qanday namoyishlar qatnashmagan, fikrimni yurgazmagan, sukutda o'tirib olgan. Lekin bunday qilganimning hech qanday bir foydasi bo'lmadi. Ular yertigi lagerdan chiqqani yo'q, hamma so'nib o'tiribdi. Endi men buni sukut qilib o'tirsam bo'lmaydi. Men fuqarolarim uyga chiqishim kerak. Çünkü ben bizim ailenin çok kızı. Şundan tevekkül Allah'dan atam, apam, kayınimimga, kayınimimden yeli hamma terbiyeleşlerge solanganlığa guvalık vermem. Bu işçilerinin terbiyeleşlerge solanganlığa guvalık vermem. Köpçülük rahmet, hayır hoş. Guvalık vermek için. Ben ismim Abdurrahim, yüzüm Qashqar'dım. Ben 2014 çıktım, vatandan ayrıldım. Ben ayrılıp bir yıldan keyin ayolımni Xitoy tajovuzchilari tutib, uni 7 yil kesim chiqdi deb anladım. Yaqinlarimdan anladım. Ondan keyin Allohdan 2-3 oy o'tib, dadamni va 2 inimni bularni tutib ketdi. 2015 yıl ahırda. Şu 2016 yıl başları, 2015 yıl ahırlarda. Hazırgacha hech qanday izdirik yo'q. Ularni şu vaqtda yeniden qurilgan şu lagerga tutib ketdi deb anlagan. Undan keyin meningki 2 singlim bularning xabarini 2016 yıl ahırda bularni lagerga tutib ketdi deb anladim. Ular lagerda. Ammo men hazırgacha 2016 yıl ahırdan, ben 2018 yıl o'ttirisidan açtı. Taxmin 2 yıldan bu yan hech qanday bir izdirgiden xabarim yo'q. Anam, dadam, farzandlarim, 6 farzandim bor. Bularning hech birining izdirgi yo'q. Anamning, dadamning, farzandlarimning, hech bir urug' tuqqanlarimning hech qanday izdirgi yo'q. Ayolimning ismi Buxalcham, dadamning ismi Amin. Anamның ismi Hürnisa, qarindishimning ismi Abdulhakim, Abduqodir. Bu qarindoshlarımning hech qanday izdirki yo'q, izdirkini olamadim 2 yildan buyon. Dadam bilan 2 inimninki 2016 yil 5, 2015 yil oxirisida shu tunji qatimda qurilgan, ama shu lagerga tutib ketganning mobaynida bularning xabari yo'q. Farzandlarimning hozirgacha ovozini anglab boqmadim 4 yildan buyon. Ular hayatmı, hayat emasmi xabarim yo'q. Bundaq bir musibat zimin ahlining hech kimning beshiga keldi deb gumon qilmayman men shaxsan. Bu umumiy yuzuk Sharq Turkistonlikning hammaning beshiga kelyapti. Men vatimiz bo'lgan Sharq Turkistondagi Aqsuv shahridan. Men 2013-12 oydan keyin 24 uydan chiqib hijrat qilib 2014 3. ayının 6-sida Malayziyaga keldim. 2014 10. ayının 17'si Türkiye'ye geldik. 2015 1. ayınki 9'u Kayseri'ye gidip aşağı oruç kurvatımız. Benim ismim Dilber Mehmet. Aqsuv şehrideyim ben. 15 8. ayının içinde Cın nayisi Börtülar'ın ki Cın nayisi de singlim Buxalcham Mehmet aşağıda işleydi.
Chatballarla aloqalashgan pul sog'anda singlimni tutib oldi. Uyini aqtirib kitob chiqqan keyin qonunsiz kitob saqlagan davlat kadr turib deb 7 yil kesim-kesbaz ayollar turmusda. Singlimning ati bu xalchan Mehmet xizmat vatqilish 24 yil bo'lgan. Daşını bitirib shu qolgan. 2016 yılı 12 ayının içinde bir aloqalashgan turishini bilan qizim bilan kuyovimni turmoq ajir ketdi deb shu xabarni anglab, uning yoqi qattiq chirda aloqa yo'q, aloqalashamidik. Bolarimning dadasini 3-4 oydan keyin bolarimning dadasini turmoq ajir deb buni xabarni anglab, bizga hech qanday xabar yo'q. Apam bilan kurashmadim, 2 yil bo'ldi. Apam 76 yoshga edi. Apamning ati Oysha Mushur. Apam da 2 yil oldu, apam hayatımı, ya turmudum ya çabalış lagırdım tutmayman. Apam bilen aloqalashg'ili hazır 2 yil oldu yok. Kızım Ümeryem, kuyog'lim Tursuncan. Bu balalarım kuma hazır ya turmudum ya ülükmü ya terikmi bunun xabarini o'qimadim. Balalarımның dadisi Ahmet To'qniyaz. Bu balalarımның dadisi burun 8 yil 96 yil biz 8 yil turmadı yetib chiqqan. Onun yanı bizga qattiq kun bərmədi zulm qılıb Xitayning zulmida. Şu balalarımның dadisi vatandan chiqib olamay, Allah'ın yardımı bilan yenib chiqqan balalarımның dadisini hazır 1-2 oy oldu. Azroq xabar olsak, balalarımның dadisini hazır muddatsiz kesib qo'ljaga akitibdi deb shu xabarni oldim. Hazırgacha qolganlarning bir ocham bor, ochamning qattiq izdirgi yo'q. Qattiq xabar olamadik.